Assalomu alaykum. Mana hozir Olmaliq shahrida joylashgan jazoni ijro etuvchi departamentga qarashli 49-sonli manzil koloniyasiga yetib kelganmiz. Hududni, binoni o'zini video tasvirga olmadim, chunki yopiq obyekt hisoblanadi. Bu yerda hozirda himoyamdagi shaxs jazo o'tamoqda. Manzil koloniyasi o'zi nima? Qisqa tushuntirib o'taman. Manzil koloniyalarida mahkumlar soqchisiz, ammo nazorat ostida saqlanadilar. Ertalab o'rnidan turishdan kechki yotishgacha bo'lgan vaqt mobaynida koloniya hududi doirasida erkin yurish huquqidan foydalanadilar. Agar ular bajarayotgan ish yoki olayotgan ta'lim taqozo etsa, ma'muriyatning ruxsati bilan koloniya hududidan tashqaridan nazoratsiz yurishlari mumkin. Fuqarolar kiyadigan kiyimda yuradilar. Pul va qimmatli buyumlarni saqlashi, ulardan cheklanmagan miqdorda foydalanishi mumkin. Ishdan bo'sh vaqtda cheklanmagan miqdorda telefon orqali so'zlashishlari, posilka, yo'qlov va banderollar olishlari hamda jo'natishlari mumkin. O'z shaxsiy mablag'lari hisobiga xarid qilingan oziq-ovqat mahsulotlaridan va yo'qlovlardan, mahsulotlardan mustaqil ravishda ovqat tayyorlashni amalga oshirishi mumkin. Mahkumlar cheklanmagan miqdorda qisqa muddatli uchrashuvlar, yil mobaynida 24 marta uzoq muddatli uchrashuvlar olish huquqiga ega. Uchrashuvlar qoida tariqasida ishdan bo'sh vaqtda beriladi. Manzil koloniya hududida uzoq muddatli uchrashuv o'tkazish imkoniyati bo'lmasa, uchrashuv mahkumning arizasiga binoan manzil koloniya hududidan tashqarida ushbu koloniya joylashgan tuman shahar hududida o'tkazilishi mumkin. Mahkumlar xonalarga bo'lingan yotoqxonalarda yashaydilar. Saqlash rejimini buzmagan oilasi bor mahkumlarga muassasa boshlig'i qaroriga binoan manzil koloniya hududida yoki manzil koloniya joylashgan tuman shahar hududida oilasi bilan alohida yashashga ruxsat berilishi mumkin. Bunday shaxslar ichki tartib qoidalarida belgilab qo'yilgan tartibda ro'yxatdan o'tish uchun hozir bo'lishlari shart. Manzil koloniya ma'muriyatining vakili mahkumlar yashayotgan joyga sutkaning istalgan vaqtida kirishi mumkin. Bu ma'lumotlar manzil koloniyasi haqida edi. Salomat bo'ling.